هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها. Sure Mursalat tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mursalat suresi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Mursalat Mekke'de nazil boğan 50 ayet. Bu surenin düşüşünün ve onu Maghrib namazıda okuşunun bayanı doğrusida. İmam Bukhari Abdullah ibn Mas'ud'un mundaq deganligini rivayet qiladi. Biz Peygamber aleyhisselam bilan billa Mina tig'ida bir önkürning ichida edik. Peygamber aleyhisselamga Mursalat suresi tushdi. Keyin Peygamber aleyhisselam bu sureni o'qidi. Men bu sureni Peygamber aleyhisselamning öz og'zidan o'rganib oldim. Peygamber aleyhisselam bu sureni o'qiyotganda bir yılan biz tarafga tuyuqsiz sakrab tushdi. Peygamber aleyhisselam onu o'ltiringlar dedi. Biz onu o'ltirmoqchi bo'lib tezla harakat qildik, lekin u qochib ketdi. Ondan Peygamber aleyhisselam xuddi sizlar uning yomonligidan saqlanib qolganinglardek, umu sizlarning yomonliqinglardan saqlanib qoldi dedi. Bu hadisni İmam Müslim mu A'mash'dan rivayet qilgan. İmam Ahmed İbn Abbas'ning mundaq deganligini rivayet qildi. İbn Abbas'ning onasi Peygamber aleyhisselamning Mursalat suresini Mag'rib namozida o'qiganligini anglagan ekan. İmam Malik İbn Abbas'ning mundaq deganligini rivayet qildi. Fazlining onasi Fazlining Mursalat suresini o'qiganligini anglab, uningga: "Ey o'g'lim, sen bu sureni o'qib, menga men Peygamber aleyhisselamning bu sureni namoz mag'ribda o'qiganligini eng oxirgi qitim anglaganligimni eslatding" dedi. Bu hadisni İmam Bukhari ve Müslim mu İmam Malik'ten rivayet kıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Arqıma arqı çıkıcı lerzan şamallar bilen qasam ki, qattiq çıkıcı boranlar bilen qasam ki, bulutlarni Allah xalqan taraflarga taqatqıcı şamallar bilen qasam ki, haq bilen batılning, haram bilen halalning arasını ayrıgıcı periştiler bilen qasam ki, bendilerge özrü kaldırmaslık yoki Allah'ın azabıdan agahlandırış için vahiyni peygamberlerge elip düşkücü periştiler bilen qasam ki, ey Mekke kuffarları, sizler agahlandırılgan iş, yani kıyamet, hesap ve ceza çokum meydana kelgüçüdür. Yıldızlarının nuri öçürülgen çağda, asman yerilgan çağda, tağlar titilip, şamalda uçup yürügen, zerreledek uçup yürügen çağda, peygamberlerge, ular bilen ümmetler arasında hüküm çıkırılışka vaqt belgilengen çağda, vədi kılıngan kıyamet meydana kelidi. Peygamberlerinin kavimlerine ait işler qaysi büyük günüge keçiktirildi? Xaloyiqning arasida hüküm çıkarıldıgan gün üçün ta'xir qilindi. Hüküm çıkarıldıgan günning nemiligini, yani onun dahshatini qandaq bilalaysan? Bu kunda u kunni inkar qilg'uchilarga voy. Allah Teala'nın kıyamet gününün meydana gelişinin haq ekanligini isbotlab, özünün bir türkü məxluqatları bilen qasam qilganlik to'g'risida.
arqımı arqı chiqqıchi larzan shamollar bilan qasamki. İbn Abu Hatem Abu Hurayraning bu oyatdan shamollar emas, farishtalar ko'z tutiladi deganligini rivoyat qildi. Masruq, Abu Zuha, Mujahid, Suddi va Rabi' ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatdan shamollar emas, farishtalar maqsad qilindi dedi. Abu Solihning bu oyatdan shamollar emas, payg'ambarlar maqsad qilindi deganligi rivoyat qilindi. Yana bir rivoyatda Abu Solih bu oyatdan farishtalar ko'z tutiladi dedi. Abu Solih yana Alloh taolaning qattiq chiqqıchi bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga taqatquchi shamollar bilan qasamki, haq bilan botilning, harom bilan halolning orasini ayirg'uchi farishtalar bilan qasamki, bandalarga o'zri qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga elib tushuvchi farishtalar bilan qasamki degan oyatlarda bayon qilingan bo'ronlar va shamollardan bo'ronlar va shamollar emas, shundaq ishlarga mas'ul farishtalar ko'z tutildi dedi. İzahat. Qur'onning tarjimasida bo'ron va shamollar deb tarjim qilingan. Oyatlarning arabcha lafzi aslida bo'ron va shamol degan ma'nolarni beradigan lafzining o'zi emas. Bu lafzlar bo'lsa, bulardan bo'ron va shamol yoki farishtalar degan ma'nolarni berish ehtimoli bo'lgan lafzlardir. Shunga bu lafzlardan ba'zi olimlar bo'ron va shamol degan ma'noni tushunsa, ba'zi olimlar farishta degan ma'noni tushungan. Savri Abu Ubaydining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men İbn Mas'uddan Alloh taolaning arqimi arq chiqqıchi larzan shamollar bilan qasamki degan oyatining ma'nosini so'radim. İbn Mas'ud bu oyatdan shamollar ko'z tutiladi dedi. Shuningdek İbn Mas'ud yana Alloh taolaning qattiq chiqqıchi bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga taqatquchi shamollar bilan qasamki degan oyatlardanmi bo'ron va shamollar maqsad qilindi dedi. Bu oyatlarning ma'nosini İbn Abbas, Mujahid va Qatada qatorliqlarmi İbn Mas'udga o'xshash bayon qildi. İbn Jarir bo'lsa İbn Mas'ud va boshqalarga o'xshash Alloh taolaning qattiq chiqqıchi bo'ronlar bilan qasamki degan oyatidan bo'ronning ko'z tutilganligini jazmlashtirdi. Ammo Alloh taolaning bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga taqatquchi shamollar bilan qasamki degan oyatidan farishtalarning yoki shamollarning ko'z tutilganligi haqida bir narsa demidi. Abu Solih yana bir rivoyatda Alloh taolaning bulutlarni Alloh xohlagan tarafga tarqatquchi shamollar bilan qasamki degan oyatidan yomg'irlar ko'z tutiladi dedi. Lekin to'g'risi bu oyatlardan Alloh taolo biz yomg'irni haydaydigan shamollarni avatdik. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Alloh bishorat qilib shamollarni avatadi degan oyatlarda bayon qilgandek, bo'ron va shamollar maqsad qilindi. Haq bilan botilning, harom bilan halolning orasini ayirg'uchi farishtalar bilan qasamki, bandalarga o'zri qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga elib tushuvchi farishtalar bilan qasamki, İbn Mas'ud, İbn Abbas, Masruq, Mujahid, Qatada, Rabi' ibn Anas, Suddi va Savri qatorliqlar bu oyatlardan farishtalar ko'z tutiladi dedi. Buningda hech bir ixtilof yo'q. Chunki farishtalar Alloh taolaning buyruqlarini payg'ambarlarga elib tushidi. Haq bilan haqsizlikning, to'g'ri yo'l bilan gumrohlikning va halol bilan haromning orasini ayiradi. Bandalarga bana sabab qoldirmaslik. Agar ular Allohning buyruqlariga qarshilik ko'rsatsa, ularni Alloh taolaning azobidan ogohlantirish uchun payg'ambarlarga vahiy elib tushidi.
Ey Mekke kuffarları, sizler agahlandırılgan iş, yani kıyamet, hesap ve ceza çokum meydana kelgichidir. Yani sizlerge va'da qilingan qiyomatning bo'lishi, surning chelinishi, tanlarning qayta terildirilishi, ilgiriki ve keyingi bütün insonlarning bir yerga to'planishi, har odamga uning qilmishlariga qarab, agar yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo berilishi qatorliq ishlarning hammasi cho'qim maydonga chiqichidir va shaksiz yuz bergichidir. Mana bu Allah Teala yuqorida bir qism mahluqotlar bilan qasam qilib ta'kidlamoqchi bo'lgan haqiqatdir. Qiyomat bo'lganda yuz beradigan ba'zi ishlarning bayoni to'g'risida. Yulduzlarning nuri o'chirilgan chaqda. Bu vaqtda Alloh Teala mundaq dedi. Yulduzlar to'kilgan chaqda. Yulduzlar to'kilgan chaqda, osmon yerilgan chaqda, ya'ni osmon yerilib atroflari sangilab ketayotgan chaqda, tog'lar titilib shamolda uchib yurgan zarralardek uchib yurgan chaqda, ya'ni tog'lar yo'qolib uning hech bir asri qolmaganda, bu vaqtda Alloh Taolo mundaq dedi. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tağının akıbetinin qandaq bo'ladiganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, Rabbim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib uni so'raydi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tüp-tüz ko'rsan, ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini mi qoldirib qo'ymaymiz. Payg'ambarlarga ular bilan ummatlar orasida hukm chiqarilishga vaqt belgilangan chaqda va'da qilingan qiyomat maydonga keladi. Avfi ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi payg'ambarlar to'plangan chaqda deganlik bo'ladi, deganlikni rivoyat qiladi. Ibn Zayd bu oyatning ma'nosi Alloh Taolaning Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganliginglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Degan oyatining ma'nosi bilan o'xshashdir dedi. Payg'ambarlarga ular bilan ummatlar orasida hukm chiqarilishga vaqt belgilangan chaqda va'da qilingan qiyomat maydonga keladi. Mujahid bu oyatning ma'nosi payg'ambarlar bilan ularning ummatlarining ishi kechiktirilsa deganlikdir dedi. Savri Mansurdan İbrahimning bu oyatning ma'nosi payg'ambarlar bilan ularning ummatlar orasida hukm chiqarilishga payg'ambarlarga va'da berilsa deganlikdir, deganlikni rivoyat qildi. İbrahim bu oyatning ma'nosini Alloh taolaning mahshargoh Rabbinin nuru bilen yürüydü. Nam amallar hazır kılındı. Peygamberler ve guvahçılar keltirildi. Ularning arasida adil hüküm çıkarıldı. Ularga zulüm kılınmaydı degan ayetining ma'nosiga o'xshash tushendi. Ya'ni yuqorida bayon qilingan ishlar yuz berganda va'da qilingan qiyomat kuni cho'qim bo'ladi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi büyük kunga kechiktirildi? Xaloyiqning arasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Ya'ni payg'ambarlarni bir yerga to'plash yoki payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qiyomat kuniga kechiktirildi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Allohni payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamag'in. Alloh haqiqatan g'olibdir. Dostları üçün düşmanlardan intikam alğıcıdır. O günde zıminmu başka bir zıminga, asmanlamu başka bir asmanlağa aylındı. Ula, yani bütün halayık kabirlerden çıkıp yegane kudretlik Allah'ın dergahida, yani mahşergahda hazır buludu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
Mana bu gün Allah Taala xaloyiqning orasida hukm chiqaradigan kun uchun ta'xir qilindi degan oyatida ko'rsatilgandek, xaloyiqlarning orasida hukm chiqariladigan kundir. Ondan Allah u kunning nihoyat katta bir kun ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Hukm chiqariladigan kunning nimaligini, ya'ni uning dahshatini qandoq bilalaysan? Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ya'ni u kunda ularga Allah Taalaning azobining borligidan voy. Payg'ambarlarni inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ondan ularga agashtirib keyingilarni halok qildik. Gunohkorlarni mushundaq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Sizlarni biz ojiz manidin yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilgacha puxta oromgoh, ya'ni bachidanda qildik. Biz uni abi manidin yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lguchimiz? Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Biz zaminga egiz tog'larni o'rnatdik. Sizlarni tatliq suv bilan sug'ardik. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Allah Taalaning har turli qudratlaridan ibrat olishga chaqirish to'g'risida. Payg'ambarlarni inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ya'ni payg'ambarlarni inkor qilgan, ular elib kelgan haqiqatga qarshi chiqqan ilgirki ummatlarni halok qilmadikmi? Ondan ularga agashtirib keyingilarni halok qildik. Ya'ni ulardan keyin ularning qilgan yomon ishlarini qilganlarni halok qildik. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Günahkarlarni mushundaq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Bu oyatlarning ma'nosining shundaq bo'ladiganligini Ibn Jarir bayon qilgan. Ondan Allah Teala bandalariga qilgan ne'matini asıltib va ularni burun qanday holatda yaratgan bo'lsa, shundaq holatda qayta terildiradiganligiga pokit keltirib mundaq dedi. Sizlarni biz ojiz manidin yaratmadikmi? Ya'ni Allah Teala o'z qudratiga nisbatan insonlarni ojiz va arzimas spermidin yaratmadimi? Busir ibn Jihash rivoyat qilgan hadis qudusida Allah Teala'ning mundaq deganligi bayon qilindi. Ey inson, men seni mushiningdek oddiy bir narsadan yaratgan tursam, sen meni qandaqmi ojiz deb qaraysan? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilgacha puxta oromgoh, ya'ni bachidanda qildik. Ya'ni biz uni 6 oy yoki 9 oydan iborat ma'lum vaqtgacha boliyatqida qildik. Boliyatqi bo'lsa, er bilan ayolning spermisi qo'shiladigan va qo'shilgan spermalarni saqlaydigan yerdir. Shunga Allah Taala mundaq deydi. Biz uni abi manidin yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lguchimiz? Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi zaminni biz o'z qo'yniga og'ich qilmadikmi deganlik bo'ladi dedi. Mujahid bu oyatning ma'nosidan uning o'liklarni o'z qo'yniga oladiganligi, o'liklarning sirti qolmaydiganligi ko'z tutiladi dedi. Sha'bi zaminning ichi o'liklar uchun, usti teriklar uchun dedi. Mujahid va Qatadamu
mushuning o'xshash dedi. Biz ziminga egiz tog'larni o'rnatdik. Ya'ni ziminni tavrab ketmay, chin tursin deb biz uningga egiz tog'larni o'rnatdik. Mayli bulutlardan yağdırıp berish bilan yoki buloqlardan chiqarib berish bilan bo'lamdi, biz sizlarni tatliq suv bilan sug'adik. Bu kunda u kunni inkor qilg'ichilarga voy. Ya'ni yaratquchisining naqadar kattaligini bildiradigan mahluqotlar ustida fikr qilib, ondan yana o'zining haqni inkor qilishida va kofirligida davom qilgan kishilarga voy. La havla va la quvvata illa billah. Alhamdulillah, yuqorida Sura Mursalat tafsiridan 28-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.